Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abror akamizni xonadonlaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga payshanba 23-aprel 2026-yil. Akalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib tomosha qilaverasizlar. Yangi obunachimizdan so'raganlar uchun bugungi video syomkamiz akalar sizlar uchun maxsus bo'ladi. Bu yo'g'ida akamizni o'zlari. Assalomu alaykum. Abror aka, charchamasda. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Siz qarang aka. Kanalimizda mehmonsiz, faqat bugun klient to'plashga. Narxi qanday bo'ladi? Uka, ish boshi bizniki. Aha. U baland narx aytib, obunachilarimizni hali jahliga tegishmas. To'lka sotishga aka. Maqsad sotish, klient yig'ish. Klient to'plashga. Shuning uchun arzon narxda berib yubordik. Mana shu 11 ta qo'chqarimiz-ku, bir yerga bo'lsa 4 million so'mdan shuni barakasini berib, aytgan yeriga yetkazib beraveramiz uka. 4 million so'mdan akalar. Mana videoda boshida sirazi narxini aytib qo'yaptilar. Like bosib, bemalol akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 4 million so'mdan akalar Optimga ketaveradi. Aka, o'zi bugunga nechta qo'yimiz bor, nechta chiqaramiz? 11 ta birinchi partiyamiz uka, mana shu 11 ta qo'zimiz. Birinchi partiyalarimizga akalar 11 dona simjunidan, ko'chatidan qo'zilarda akalar. Ayf polvon, xotirjam, bemalol ishqibozlari bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar 11 dona bir pachka bitta obunachimizga haqiqiy baliqqa o'xshab semirgan variantida akalar. Aka, hammasi qo'chqormi yo sovlig'i ham bormi ichida? Uka, hammasi qo'chqor uka. Hammasi qo'chqor akalar. Yoshlari qanaqadan endi taxminan necha oylik atrofida? Uka, 4 oylikdan oshgan, 5 oylikka yetib bormagan qo'zilar uka. 4 oylik akalar oldi 5 oylikka yetib borgan, shunaqa plus minus atrofida. Demak, to'g'liga o'tay deb qolgan variantidan ekanda, 2 dona sarig'idan qolgan hammasi akalar simjunidan, lekin ko'chatidan. Aka, qachon yetib keldi bu qo'ylarimiz? Kecha kechqurunga yetib kelgan uka qo'zilarimiz. Kecha kechqurun yetib keldi. Demak, yeb-ichari qanaqa ekan? Sinovdan o'tdimi? Uka, sinovdan o'tdi. Kecha kechqurun kelgandan somonni o'zini tashlangan birinchi. Bularda hali sinashga. Somonni o'zini ham shunday yeb tashladi. Undan keyin mana ana Yeryoq opayamizdan tashladik, uni ham yeb tashlashdi. Endi mana tashqariga o'tga yopishyapmiz mana. O'zi o'tga yopishini ko'rib turibsizlar. O janavarlar yeb-icharida akalar muammosi yo'q. Mana ishtahalari zo'r. Bittadan like da bosib. Uka, bo'lsa obunachilarimizga bo'lsa 10 kungacha garantiya. 10 kun sinab olishaveradi. Agar yeb ichishidan atkaz bo'lsa, telefon qilishadi. Olib kelaveramiz qaytarib. Behijolat aka, muammosi yo'q uni. Hijolat yo'q uka. 10 kun garantiya uka. 10 kunga akalar mana o't tiyapti. O't tiyishiga akalar like bosib qo'yasizlar. Uni ustiga hammasi qo'chqor, yeb icharidan umuman muammo yo'q. Aka, bir yerga endi 4 million so'mdan demang. Chiroyli qilib kelishtirib ayting narxini. Siz bugun faqat klient to'plashga aka. Qancha kami bor endi 4 milliondan? Uka, xayri bor. Kelishsin, ko'rishsin, ma'qul kelsa xayrni ham qilib beramiz uka. Xayri ham bor. Xayri ham bor uka. Yengillatib beramiz. Bir joyga bo'lsa ketaveradi uka. Dastlabkasi ichida. Qancha o'tib berasiz aka? 4 milliondan kami bormi? Bahradan uka, o'zi bizga deyarli foyda qolmayapti bundan. Ya, ozginadan tashlab bering aka. Uka, bo'lsa obunachilarga bo'lsin. Biz birinchi ish boshlashimiz. Birinchisiga. Bir joyga bo'lsa 3 million 800 ming so'mdan barakasini beramiz. Sirazi 200 mingdan tashlab berasiz. Tashlab beramiz uka. Bo'lsa obunachilarga bo'lsin uka. 3 million 800 ming so'mdan. 3 million 800 ming so'mdan bir yerga shunday ketaveradi. 3 million 800 ming so'mdan beraveramiz uka. Dastlabkilari ham ketaveradi, muammosi yo'q. Ichida uka. Barakasini bersin. Akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 800 ming so'mdan ketaveradi mana 11 tasi bir joyga. Aka, endi bu birinchi partiyalarimizmi? Bu birinchi partiyamiz uka. Birinchisi. Akalar, ikkinchi partiyalarimizga pul arzonrog'idan so'raganlar uchun bir pachka bitta obunachimizga akalar dumbalari tikkasidan soni 5 dona. Hammasi qo'chqor, sovlig'i yo'q ichida. Yo'q uka, sovlig'i yo'q. Sovlig'i yo'q. Qani bu tarafga aytaveraylikchi, yeb ichari qanday endi bu qo'ylarimizda? Yeb ichari uka narigilardan zo'r bu. Yeb ichari zo'r akalar. Mana hammasi simjunlaridan akalar, ko'chatlaridan. Aka, 5 tasini bir yerga olishsa. 5 tasini bir yerga olishsa uka, mana kelishtirib ayting. Atalabga ikkinchi partiyamizni arzonroq chiqardik. Hali obunachilarimiz bor uka. Pulim oz edi, joyim yo'q edi deganlarga soni ham ozgina, ixchamgina.
narxini ham kelishtirib berganmiz uka. Kelishtirib, lekin ko'chat ekan 5 ta akalar. 5 tasini xil. bir yerga bo'lsa 3,5 million so'mdan shu joyiga olib borib tashaveramiz uka. 3 million 500 ming so'mdan joyiga olib borib tashaveramiz uka. uy bo'lsa bo'ldi, muammosi yo'q, dastlabkida. Yo'q, muammo yo'q. Joyini aytadi, lokatsiyani tashab beradi. Telefon qilishadi, ozginadan tashlab ham berasiz. Barakasini berasiz. Kelishtirib beramiz. Ayri sunnatlari bor. 3 million 500 ming so'mdan mana sizlarga akalar hisorini haqiqiy elitasidan, vot janavarlar, beli baquvvatlaridan akalar, sutga to'yganlaridan laykni bosib, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana hammasi sifatli, chiroyli, bir cho'pon, bir qo'tan, hammasi bitta cho'ponni qo'ylari aka. Bitta cho'ponni qo'ylar uka. Bular jicha yoshi oilaga 3,5 oylikdan o'tgan, 4 oylikka borib bormagan holatdagi qo'ylar. Narigilarimiz 4 oylikda oshgan edi. Plus minus shunaqa atrofda mana akalar o'ynab kulib yayrab turibdi. Realni 3 million 500 ming so'mdan ketaveradi aka. 3 million 500 ming so'mdan uka. Uka bo'lsa shu obunachilarga bo'lsa. Yana o'tamiz. Seni hurmatingdan uka. Kelishsin, shu ko'rishsin, ma'qullashtirsak, yengillatib ham beramiz buni. Barakasini bersin. Bu aka endi ikkinchisimi? Bundan keyin yana bormi? Yana bitta partiyamiz bor. Endi u hali ozgina yosh kattaroq qo'ylarni olamiz deganlar uchun bitta kattaroq bor. Uni ham ko'rsatamiz hozir uka. Ular 3-partiyalarimizga yiriqroq variantidan so'raganlar uchun haqiqiy yemlab boqadigan variantidan. Hammasi aka semiz ekan bu qo'ylarimiz, ha? Qo'ylarimiz semiz uka. Soni nechta bu qo'zilarimizni? Soni uka 15 ta. Soni akalar 15 dona, badani semiz, oyoq qo'llar uzun, bellari baquvvat. Bir pachka, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor uka. Boqishga tayyor holatda. Boqishga tayyor Bu holatda. qo'zilarimizni o'zi aka oldi to'liq o'tib qolibdi. To'liq o'tib qolgan. Uka mana qarata. Aha. Mana shu 5 oylikka borib bormagan qo'zimiz uka. Bunaqa dumba qilish uchun ancha kuchli bo'lish kerak. Boqish kerak mana bellari bo'lish kerak. Qo'lga kirganini ushlab ko'rsataveraylikchi. Mana zoti bo'lish kerak uka bunaqa dumba berish uchun. O janavarlar aka. Olgan odam baraka topaveradi uka. Soni 15 ta. Aka haydaveraylikchi qani bu taraflarga. Ana sog'lom akalar. Ishqibozlari bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Oyoq qo'llari uzun, bellari baquvvat, sutga to'ygan, oldi o'zi akalar to'g'liga o'tib qolgan variantida. Aka 15 tasini bir yerga narxi. Bir yerga uka 15 tasini 4,5 million so'mdan shu baraka qilaveramiz uka. Ketaveradi. Olib borib joyiga, joylab berib ketamiz agar. 4 million 500 ming so'm. 4 million 500 ming. Dastlabkasi ichida. Aka endi bularga 4 million 500 ming so'mdan. Kelishadigan yirtilari bor. Kelishadigan yerti bor. Hammasini bitta olishsa seni hurmatingdan 100 mingdan tushib beraman. Aka endi 100 mingga endi uka 200 bir dadil o'tingchi. Uka dadil o'tdik mana. Bo'lsa sizlarga bo'lsin, shu obunachilarga bo'lsin uka 43 dan ketdi bir yerga ham. 4 million 300 ming so'm. Bir yerga. Bir yerga bo'lsa ketaveradi. Aka telefon qilishga chiroyli, xayr sunnatiga o'tib berasiz. Uka kelishsin, ko'rishsin, ma'qul keltirsa. Bor baraka undan tushirib yengillatib 4 million 300 ming so'mdan kelishadigan yertilari bor. Yo'lda bo'yida bemalol, behijolat lokatsiyalar tashlab beriladi akalar. Tepasiga kelib yog'sa baraka qilaverasizlar mana. 4 million 300 ming so'mdan, lekin kelolmaymiz deydi akalarimizga. Keladigan odamga ham qulay uka. Yo'lda bo'yida lokatsiya tashlab beramiz. Bu tarafimiz Namangan shahridan kelish, mana bu tarafimiz Mingbuloq tomonidan kelish akalar. Yo'lda bo'yida mana akamizga shunday telefon qilsalaring ishlaring bitadi aka, muammosi yo'q. Behijolat. Behijolat uka. Pullariga qarab aytganlarini, yoqtirganlarini tayyorlab beraveramiz uka. Ukol va istimlarni qilib jo'natib berilaveradi aka. Mana sizlarga ishlari bitadi. Simjun, tikdumba variantida akalar. Mana bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'zi 5 oylik qo'zi bunaqa dumba qilishligi uchun bu zotdor bo'lish kerak-da uka, zoti bor bu qo'ylar. Boqish kerak aka, bayo'ya, lekin suyagi zo'r ekan lekin. Yemlanaveradigan holatdagi qo'zlarimiz uka. Gap yo'q. Aka, bugunga shularni so'raganlar uchun topib berilaveradi, qo'y serap. So'raganlarga uka nechta deyishsa topib beriladi, qo'y serap. Hozircha lekin qo'limizda bor mana shular 3 ta partiyamiz bor. So'rashsa undan ko'pini topib beraveramiz. Qo'yanki telefon qilishadi, ishlari bitadi aka. Bitadi uka.